Mani kamchiligim, yig'loqligim, kechiruvchanligim, o'sha odam menga yomonlik qilishini bilib turib ham yaxshi gapirishim hayotda ko'p yutqizdim. Va do'st bilan dushman ajrata olmadim. Ya'ni yaxshi oq qorani ajrata olmaganim. Hayotda ko'p pand yedim. Keyin bitta aybim, men haq bo'lsam ham nohaq bo'lib chiqqan joylarim bor. Chunki har doim Mirtohir bilsangiz, birinchi gapirgan odam prav bo'lar ekan. Nohaq bo'lib siz haqingizda gapirsa, boshqa bo'lsa ham o'sha odam yutib chiqar ekan. O'sha sizni fikringiz ikkinchi odamga ikkinchi fikr qiziqtirmas ekan. To'g'risi bu narsa fanday his qilingan. Boshqalarning fikri bilan boshqalarga yaxshiroq bo'lsin deb hayotda vaqt o'tkazib yubordim. O'zimga vaqt ajratmadim. O'zimni his-tuyg'uyim, o'zimni xohishimdan ko'p ish qilaman. فترى دموع العاشقين تسيل